Tengsizlikning yechimlari orasida nechta butun son bor? Taqsimot qonunidan foydalansak, misolimiz osonroq yechiladi. Ikki chetga ikkita o'rta xatlari. O'zaro ko'paytirib oldik. Bu ifodani a deb belgilab olsak, o'z-o'zidan bu ham a bo'lib qoladi. Qavslarni ochib olsam. A ning kvadrati plus 2ta minus qilib olib o'tamiz. Vetdan foydalanamiz. Ildizlar yig'indisi minus 2 ga qarama qarshisiga, ildizlar ko'paytmasi minus 2/4 aynan o'ziga. Bo'lish mumkin minus 6 bilan 4. Ko'paytmaga o'tsak plus 6 minus 6 bo'lgani uchun bu yerga plus turib qoladi. A deb belgilagan ifodani a ning o'rniga shunday qo'yamiz. Maksimal darajada ko'paytmaga o'tib olamiz. Diskriminant 0 dan kichikligi shunday ko'rinib turibdi. 3 ning kvadrati minus 4 ko'paytirib 6 birdan. Nollar yo'q. Vetdan foydalansak, ildizlar yig'indisi minus 3 ga, ildizlar ko'paytmasi minus 4 ga teng. Bu minus 4 bilan 1 bo'ladi. Ko'paytmaga o'tsak, x plus 4, x minus 1. 0 ga teng holatlari minus 4 da 1 da. Son o'qida minus 4, 1. Doimgi usulimiz tepadan boshlab pastga tushadigan tepaga chiqib ketadi. Tepada hosil bo'lganlar doimo plus, pastda hosil bo'lganlar doimo minus. Bizga 0 dan kichik sonlar kerak bo'lgani uchun manfiy joyni olamiz. Javob minus 4 dan 1 gacha. Tegishligi bor bo'lgani uchun tegishli qavusda bo'lgan holatda bo'ladi. Nechta butun son bor? Minus 4 dan 1 gacha. Jami 6 ta. Xulosa qilib ketadigan bo'lsak, bizda shunaqa ifoda hosil bo'ldi. Deylik x plus 1. Shu ifodani hisoblamoqchi bo'lsak, taqsimot qonunidan bu ikkitasini o'zaro ochamiz. Sababi 1x bu yoqda 4x jami 5x ni beradi. Dastlab x kvadrat turadi, plusdan 4. Bunda 2x bilan 3x esa yana 5x beradi. Dastlab x kvadrat 5x 6. Shu joyda bu ifodani a deb, bu ifodani a deb belgilash mumkin. Yoki butunlay b degan paytimda bu butunlay b plus 2 bo'lib qolishi mumkin. Xohlagan usuldan foydalanib ko'rasiz.